Eyes? Check. Lips? Check. Fabulous? Check. Face, eyes, lips. Hurmatli obunachilar, o'zingizni huquq va erkinliklaringizni bilib, shunday talashib, harakat etsangizlar yuradi. Hech qanday haqqi yo'q. Notarius, davlat notariusi. Yo'qamami postaga to'xtatibdi. Hozir planshetda ishonamizmi biza yo notariusga ishonamizmi? Planshetda bizi generalniy daviniz ham chiqmagan. 20 kunlik sug'urta qilganman, sug'urtam chiqmagan. Bu planshet gaplimi yo notarius gaplimi? Notarius davlat idorasi. Как положено, litsenziyasi bor. Berdingizmi? Haydovchi gari xodimi to'xtatib tekshirilganda me'yoriy hujjatlari elektron bazada ko'rsatilmay yurmagan vaqtlarda haydovchi asl nusxasini ko'rsatishga majbur deb qo'ygan joyi bor akajon. Unda nima gap? Qarang, bitta savol sizga. Ismingiz nima edi? Bazadan chiqyaptimi? Siz asl nusxasini ko'rsatishga majbursiz. Xo'p, ismingiz nima edi, ismingiz? Zohid aka, qarang. Nimaga bo'lmasa biometrik pasport yo ID karta bilan O'zbekiston territoriyasida yurishga ruxsat, texpasportni, sug'urtani, generalniy daviniz yoningda olib yurishga majburmansan deb nimaga qaror qabul qilgan 975 ta? Vazirlar Mahkamasi 2022 aprildagi 172 sonli qaroriga asosan yo'l harakati qoidalarining 7-bandiga o'zgartirishlar kiritib, haydovchi faqatgina yonida biometrik pasport yoki ID karta bilan boshqarishga ega. Faqatgina me'yoriy hujjatlari yonida bo'lgan bo'lsagina degan. Meni o'sha yerda yozib qo'yibdi yana. Hozir men aytayotgan narsa ham xuddi shu narsa bo'lyapti-ku. Me'yoriy hujjatlari ba'zan elektron bazada ko'rinmagan vaqtlarda haydovchi asl nusxasini taqdim qilib berishga majbur deb qo'ydi o'sha yerda. Undan nimaga biometrik pasport bilan yuraverasan, uyda qoldirib texpasportlarni bu sug'urtalarni tekshiraman. Ha, chiqmasa Xorazmga borib kelamiz, ha? Siz bu yerda Jizzaxda to'xtasangiz. Xohlasangiz olib yurmasangiz akajon, borib kelmasangiz olib yuring yoningizda. Men tushunmadim, qarang, nimaga biometrik pasport bilan mashinani O'zbekistonda, O'zbekiston hududi degani Toshkent ham, Andijon ham, Xorazm ham kiradi, to'g'rimi? Men Xorazmdan Andijonga ketyapman, masalan. Biometrik pasport bilan yurishga ruxsat berilgan. Kerak emas texpasport turaversin, yo'qolib qoladi, boshqa bo'ladi deb uyga tashlab chiqsam. Sizni bazangizda chiqmasa, qani biz nima qilamiz? Samolyotda oldiramizmi texpasport, sug'urtalarni? O'sha vaqt asl nusxasini ko'rsatishga majbursiz. Xohlasangiz avvaliga o'sha vaqtda Yo, hozir mantiqqa umuman to'g'ri kelmayapti-da, siz aytyapsiz. Yo, aka, men mantiqqa to'g'ri kelmasa, uni agar e'tirozingiz bo'ladigan bo'lsa, matbuot xizmatimiz bor. Kelasiz, agar murojaat qilasiz. Xohlasangiz Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bor. Xohlasangiz yo'l harakati boshqarmasi matbuot xizmati bor. Xohlasangiz Vazirlar Mahkamasi chiqarib qo'yilgan qarorlariga borib e'tibor berishingiz mumkin. Yo, hozir qarang, nima maqsad nima hozir? Maqsad Maqsadni haydovchiga tushuntirdim akajon, mashina qidiruvda turibdi. Ha, qidiruvda turibdi deyapsiz. Biz soat 7:30da generalniy daviniz olganmiz-da. Qarang, Zohid aka. Xuddi shunday holatda men o'sha mashinani jarima maydoniga qo'yganman aka. 3-kuni qidiruv. Ha, shuni ayting-da, siz hozir jarima maydoniga qo'yaman deyapsizmi? 4-kuni notarius asfalt qilib beryapti, olsot qilib beryapti. Nega o'shani ko'rmaganmidi? Yo'q, hozir jarima maydoniga qo'yaman deyapsizmi? Xuddi shunday jarima maydoniga qo'yiladi, ertaga qidiruv yechiladi, olib ketiriladi. Ha, unda notarius ham sudda qatnashadi, ha, biz sudga beradigan bo'lsak. Bemalol xohlasangiz chaqirasiz notariusga, nima yo'q. Ha, notariusga ham hozir telefon qilib ko'ramiz, nomeri bor anunda. Xohlasangiz boshida egasiz chaqiring, xohlasangiz notariusga chaqiring. Mana men Mashina egasi nima? Prichom bu yerda hozir generalniy daviniz hamma huquqni bergan-ku menga. Mashinani haydab kelgan haydovchiga men asoslantirib beryapman, jarima maydoniga qo'yayotgan qarorni ko'rsatyapman. Shu asosida men jarima maydoniga qo'yyapman mashinani.
Xo'p, ertaga qarang, biz isbotlab sud orqali yutib chiqsak, siz bizga ma'muriy anavi ham undirib olishimizni bilasizmi? Sizga xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Balkim plashentingiz nima, perezaguruzga bo'lmagandir, biron joy ishlamayotgandir. Boshqa mashinani tekshirib qaytadan bu mashina yana tekshirib yana qidirib chiqyapti baribir. Men o'zim bu ko'rib chiqib oldim mashinani. Bo'ldi, hozir men notariusga telefon qilaman hozir. Mayli, xo'p. Qidiruvdagi odam topdik biz ina qidiruvdagi odam. Yuvardimi? Apparat ish topgan bular o'zlari hammadan. Yuvardi. Xudo qalasa. Yo'l chiqamiz endi. Uzoq perivaldan. To'g'ri, endi xususiy bo'lgani bilan baribir idora davlatniki. Nima deydi? O'zingiz yozilmaysiz sizlar. O'zingiz to'la ketaman degan. MIP to'la qarzdorligini so'magan. Qarzorlik aytib, qarzdorlikda bayt yozib beradi. Ana o'lmang, yo'q bunda MIP, SIP degan narsa notariusda chiqadi. MIP tekshiriladi endi.